Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men bugungi program riyosatchisi Erkin. Bugungi haftalik xabarlar programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan dunyo vaziyati, Uyg'urlar va Xitoy haqidagi eng yangi uchurlardan ma'lumot beramiz. Tuvanda diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Xitoy yerlik hukumati Uyg'ur elidan oliy maktablarni bitirib ishkitib turgan 2654 nafar o'quvchini Xitoy o'lkalariga Şinjanga yordam berish turi bo'yicha tarbiyalashga ilib mangdi. Xabarlarga qaraganda bular mazkur tur bo'yicha Xitoy o'lkalariga avatiladigan tunji qaror o'quvchilar bo'lib, bu son kelar yilgacha 22 mingga yetkaziladi ekan. Uyg'ur elidagi ishsiz oliy maktab o'quvchilarini Xitoy o'lkalariga yo'llash to'lqini Xitoy o'lkalaridagi oliy maktabni bitirgan Xitoy o'quvchilar Uyg'ur elida adab xizmatga o'rinlashtirilayotgan mezgilga to'g'ri keldi. Yaqında Kanada Uyg'ur jamiyati raisi Ruqiya Turdish xonim Kanada parlamentida chaqirilgan diniy masalalar yig'iniga qatnashdi. Yig'inni Kanada parlamenti diniy ishlar komiteti tashkillagan. Ruqiya Turdish xonim yig'inda Uyg'urlarning diniy e'tiqodi sababli har xil bostirishga uchrayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Ruqiya xonim yig'inda yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bir etnik millat sifatida yo'qotishni maqsad qilayotganligini bildirgan. Muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan mahbus Gulmira Iminning yo'ldoshi Baxtiyor Umar 15 mart 16 navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yig'inida 5 iyul voqeasi va uningdan keyingi Uyg'ur vaziyati haqida guvohlik berdi. Gulmira Imin 2010 yili 4-oyning 1-kuni 5 iyul voqeasiga chetilib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu kundagi guvohlik berish yig'inini Shvetsariyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini kuzatish tashkilotining uyushtirishi bilan ilib berilgan bo'lib, yig'inga dunyodagi 25 dan ortiq xalqaro tashkilot vakillari qatnashgan. Germaniyada bir Uyg'ur Xitoyga jasuslik qilish jinoyati bilan sudga tortildi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, bu Uyg'ur jasus gumondori 45 yoshli er kishi bo'lib, u hozircha Rey deb tanishtirilgan. Germaniya hukumat ayblaguvchilarining bildirishicha, Rey ismli bu gumondor Germaniyada yashaydigan Uyg'urlar haqidagi uchurlarni 2005 yildan 2009 yilgacha Xitoy doiralariga yetkazib bergan. Bu chet ellarda Xitoyga jasuslik qilish bilan ayblangan ikkinchi Uyg'ur bo'lib hisoblanadi. 2009 yil yozida Shvetsiyada Bobur Maqsud Xitoyga jasuslik qilish bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Şixanzi şəhərlik dövlət amallıq xadimləri yaqında məzkur şəhərdə oturuşluq Məhəmməd Reyim və Məhəmməd Sidiq isimli dadıbalı dini zatlarını qanunsiz dini materiallarını tarqatqan degan gumon bilan qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, bu dini zatlarning Ningshada ishlangan elektronlik Qur'onni saqlagan va tonish bilishlarga hadiya qilganligi ma'lum. Şixanzi şəhərlik dövlət amallıq atritining boshlig'i Suying yuqorqi zatlarning tutqun qilinganligini dalilladi. Ammo tutqunlarning navbatdagi ahvoli va tutilish sabablari haqida ma'lumot berishni rad qildi. Xitoy yerlik hukumat doiralarining doklatiga qaraganda, Uyg'ur elida AIDSning kengayish vaziyati bu yilmi yanada jiddiylashgan. Tangritog' to'g'rida ko'rsatilishicha, bu haqdagi ma'lumotlar 28 mart Uyg'ur elida chaqirilgan AIDS yig'inida o'tirg'a qo'yilgan. Bultur Xitoy axborot vositalari Uyg'ur elida AIDS bemorlari sonining 33149 nafar ekanligini oshkorlagan edi. 28 martdagi yig'inda bu yilgi AIDS bemorlari haqida sonliq ma'lumot berilmagan bo'lsa-mu, AIDS kengayish vaziyatining oldingi yilqidan tuvan emasligi ko'rsatilgan. 28 mart Amerika prezidenti Barack Obama televiziya nutq e'lon qilib, Liviyada qirg'inchilikning oldini olish uchun harbiy harakat olib berayotganligini bildirdi. Obama nutqida O'rta Sharq va Shimoliy Afrikadagi tarixiy ilgirlashlarni qarshi oladiganligini bildirdi va mundaq dedi: "Chunki qayerda kishilar erkinlik izlaydi ekan, Amerika ularning do'sti. Eng oxirida bu ishonch, bu g'oya Amerika yetakchiligining haqiqiy o'lchamidir." Obama nutqining oxirida dunyoning har qaysi joylarida vazifa o'tayotgan Amerika harbiy xodimlariga minnatdorlik bildirdi va nutqini mundaq xitoblar bilan oxirlashtirdi: "Biz faqat o'z davlatimizning kelgusiga emas, balki dunyoning har qaysi joylarida erkinlik tashna bo'lgan barliq kishilarning kelgusiga ishonch va umid bilan boqayli." Bu prezident Obamaning Liviya haqida bergan eng muhim nutqlarining biridir. Xitoy hukumati Urumchini 2020 yilgacha butun O'rta Osiyoga ichib xalqaro savdo markazi qilib qurib chiqib, Urumchining naposini 5 millionga yetkazadi ekan.
Үрімчіде ұйғырлар напосы зор дәрежеде шалаңлашқан. Ұйғырларының Үрімчіде аят кәчіріші қиынлаштырылған шарайытта Қытай өкіметінің мәзгүр планını отырғы қойышы деккатны қозғамақты. Xitay yerlik hökuməti 5 iyul Үрімчі vəqəsidin keyin Үрімчіде köçmə napasının başqurışqa aloqadar 2 qitim qarar ma'qullab, başqa şəhərlərdən kelgan Uyğurlarning Үрімчіде turishini qiyinlashtirgan edi. İli dehqonlari bultur kuz faslida boshlab aslidagi terilg'u yerlarga meva ko'chat tikish va parnikda ko'ktat o'stirishga majburlangan. Navbatda dehqonlar terilg'u yerlarga mevalik ko'chat tikishni rad qilmoqda ekan. Ammo hukumat doiralari parnik yasashni rad qilgan bir qism dehqonlarning yerlarini arzon bahoda majburiy setib olib, bu yerlarni Xitoy o'lkalaridan yo'tkab kelingan ko'chmanlarga ko'tara berishga boshlagan. Ilgari yerlik hukumat doiralari bir qism ili dehqonlarning bog'larini arzon bahoda majburiy o'tkazib olgan edi. Xitoy soqchilari Beijingdagi Uyg'ur arzdorlarga muqimsizlik omili sifatida zarba berishga boshlagan. O'tgan hafta oxiri Uyg'ur arzdorlar turayotgan chidir 2-chi qitim buzib o'tilgan. Arzdor Umarjon abla arzdorlar kativishi deb qarilib tutib ketilgan. O'tiri Sharqda hukumatga qarshi namoyishlar avjiga chiqqan va Xitoyda Yasmin namoyishi bosh ko'targandan keyin Xitoy Beijingdagi Uyg'ur arzdorlarga qarata nazoratni kuchaytgan edi. Xitoy soqchilari 3 haftaning oldida Umarjon abla qatorliq 3 nafar arzdorni tutib ketgan va ular turayotgan chidirni buzib o'tgan edi. Ular bir mezgildan keyin qo'yib berilgan bo'lsa-mu, Umarjon abla bu navbat yana tutib ketilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Xayri xo'sh, aman bo'linglar.